Jahon chempionati oldidan milliy terma jamoamizning ikkita katta sinov kutib turibdi do'stlar. Ya'ni katta sinov deganim o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazadi milliy terma jamoamiz o'sha mundial oldidan. Bular qaysi terma jamoalar? Biri Kanada terma jamoasiga qarshi, ikkinchisi esa Niderlandiya terma jamoasiga qarshi. Bilasiz, Kanada mezbon, Niderlandiya esa yulduzlarga to'la ajoyib jamoa. Keling, hozir sizlarga ushbu o'yinlar qachon bo'lib o'tadi, soat nechida, qayerda efirda uzatiladi barchasini aytib o'taman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling, shunaqangi tezkor futbol xabarlari faqat bizning sahifada. Unda boshladik. 2-iyun kuni soat 6:00 da Kanada terma jamoasiga qarshi, 8-iyun kuni esa soat 23:45 da Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi. Bu nima uchun kerak? Bu terma jamoalar o'sha jahon chempionati oldidan sport formasini o'zini yo'lga tushirib olish uchun jamoani sinovdan o'tkazish, futbolchilar qaysi pozitsiyada, qayerda o'zini qulay his qiladi, shularni aniqlab olish uchun bu uchrashuvlar kerak. Bizga ustunroq narsa albatta terma jamoamizning holatini ko'rib olishimiz kerak va Cannavaro ham yakuniy 26 talik tarkibni aynan mana shu ikkita uchrashuvdan keyin aniqlab oladi. Eslatib o'taman do'stlar, ushbu uchrashuvlar profilim biosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda va o'zbekcha sharhda olib beriladi. Yuqorida aytdim, Kanadaga qarshi uchrashuv 2-iyun kuni soat 6:00 da bo'lsa, 8-iyun kuni Niderlandiyaga qarshi uchrashuv 23:45 da boshlanadi. Qo'shiling, o'yinni birga ko'ramiz va qanday natija qayd etiladi, birgalikda guvoh bo'lamiz do'stlar.